Agar green carddan naqd bo'lsa, mana shu zaldagilardan necha kishi ertagayoq Amerikaga uchib ketgan bo'lardi? Qo'linglarni ko'taringlar. Savolni o'zgartiramiz. Necha kishi viza olish uchun AQSh elchixonasiga kirgan shu paytgacha? Qo'linglarni ko'taringlar. Demak, shuncha odam atkaz olgan, viza olganda okean narigi tarafida hozir trak haydayotgan bo'lardi. Amerika Qo'shma Shtatlariga istalgan pul evaziga bo'lsa-da ketishga tayyor turgan ba'zi hamyurtlarimiz, afsuski, bugungi kunda Meksika orqali jo'natishni va'da qilayotgan agentliklar uchun o'ljaga aylanishmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Amerikaga boraylikchi bir. Xo'p, hurmatli mijoz, bizani tur firmamizda ikki xil tarif rejasi bor. Biri oson, ikkinchisi qiyin. Qiyin edi. Qishloqning bachasiga qiyinchilik yarashadi. Ayting. Xo'p, birinchi bo'lib siz 400 kilometr cho'lni bosib o'tishingizga to'g'ri keladi. Navoiydan Toshkentgacha peshkom kelganman bir xil. Cho'ldan o'tishingiz bilan siz timsohlarga duch kelasiz. Timsohi nima edi? Krokodil. Kuchga o'xshab tishlaydimi? Ha. Yoshlikdan beri tishlatib yuribman. Dal shu. Timsohlardan o'tishingiz bilan sizni chegarada snayper kutib oladi. Oh, kimsa ma'rifni snayper kutib oladi. Zur, dal shu. Amerikaga yetib borishingiz bilan 1 yil ishsiz yurasiz. 32 yildan beri ishsiz yuribman. 1 yil hech nima qilmaydi. Xo'p, hamma xarajatlarimizning narxi 200 million. Berasizlar. Yo'q, siz berasiz bizga. Men shuncha azob chekib ketaman. Estafeta, pestafeta qilyapsizlarmi deb bo'lmaydi. O'z yurtini tashlab, yaqinlarini tashlab Amerikaga ketish nech pul bo'lyapti? 200 million. O'y buncha qimmat bo'lyapti? Samolyotda ketasizda 2 marta to'xtab borasiz. Arzonrog'i yo'qmi buni? Bor. U 100 million. 100 marta to'xtab borasiz. Samolyotda-ya? Taksida, zapravkalarda to'xtab yetib olasiz. Bundan ham arzonrog'i yo'qmi? Bor. Ha. Bor. Bor, uka, asab ketaymi? Bor. O'zi aka oldingizga boshqa muammo bilan keldim. Og'ayimni Amerikaga ketaman deb 200 million olib qo'ydim. O'shani ishlatib qo'ydim. O'shanga siz menga yordam berib tursiz, 200 million berib tursangiz, og'ayimdan ratchet bo'laman deb sizga Amerikaga borib ishlab to'layveraman. Javob. Men sizga 200 million berib tursam, rahmat. siz uni o'rtog'ingizga berasiz. Ratchet bo'laman. Ketishga 200 million qayerdan olasiz keyin? Voy, beraman deysiz mana. Yo'q, tushunmadingiz. Men sizga 200 million berdim. Xudoyirliq yondim ekansiz. Zo'r odam ekansiz. Shoshib qolmang. Siz uni o'rtog'ingizga berdingiz. Boshqa olmayman qarz, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, ha. Endi menga 200 million berishingiz uchun Amerikaga borib ishlashingiz kerak. Borish uchun qayerdan olasiz? Voy, baltumni hozir beraman dedingiz. Nervimga tegma mani. Bunaqa shans boshqa bo'lmaydi, o'ylab ko'ring. Buyoqqa. Anketa to'ldir. Ma. Qani. Name nima degani? Isming? Ismim. Name ismi. Otangni name? Otangni ismi? Otangni ismi. Onangni? Onangni ismi? Menga qara, ingliz tilini ham bilmas ekansan, qanaqa Amerikaga bormoqchisan? Qo'lingizni mamnaq qilib gapirmang. Menga o'zi 200 millioningiz bormi? Bor. Nervimga tegma, bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tanizmi? Ko'zimga suv ko'ryapsiz. 1 yil oldin 400 kilometr peshkom. Krokodil. Через Meksika. Esladim, xizmat. Snayper qani? Snayper shuni chegaradan chiqishingiz bilan tepada o'ng qo'lda kutib oladi. Aniqmi? Aniq. Men yana kelaman, qaytib qara lekin. Tak nima desam Amerikaga o'tkazib yuborarkan-a? Spiderman desammikin? Amerikaga keta olmaysanmish. Ketaman, sen tomosha qilasan qala. Sobirjon Mo'minov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu. Aka, Amerikaga ketayotgan ekansiz. Ha? 5000 beraman, olib keting meni ham. 7000 ber, hozir olib ketaman. Bo'ldi. Bo'ladimi? Ichkariga kirganda sozandaman degan, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sobirjon aka. Qalaysiz? Tuzumsiz xizmat? Amerikaga? Gastrol? Gastrol. Gastrol. Bular kim? Sozanda? Sozanda. Nima chalanlar? Nima chalanlar? Nay. Nay aytib olay, tanimaganingiz qarang. Bitta chal bersinlar. Amerikaga borganda chaluri tomog'im og'riyapti. Yo'q, bemalol, yo'q. Yo, endi Sobir aka, bilasiz. Bizni ko'rmasdan o'tkazib yuboramiz. Chaladi. Ay. Asman, ha? Aha. Xo'sh. Doirachi ekanman. Doirachi bu. Esimdan chiqarib qo'yganim qarang. Doirachi bu. Doirachi ekanman. Ay. Hozir Nima barmoni yalaydi? O'zingnikini.
Qani? Yana bitta nayda harakat qilib ko'ring. Bitta harakat ko'rsin. Serqirra-day bu, serqirra. Qani? Ana. Taniyapsizmi muzika? O'zimcha. Qaqqa. Raqqosa-yu bu. Raqqosa. Uyga turing. 7000 ketdi-ya. Mayli, Sobirjon aka, o'yingizdan ikki qator eshitaylik. Menga ham samlinglar bormi? Yo'q. Kayfiyat uchun. Aytsam aytolmayman. O'zi aka, men ham Sobir aka emasman-da, plisosman. Xalqning duolari, eng yaxshi tilaklari bilan yildan yilga ko'karib, gullab yashnab borayotgan UzAuto Motors o'z aksiyalarini o'tgan yili birjaga chiqargandan xabaringiz bo'lsa kerak. Kuni kecha yangi xushxabar e'lon qilindi. Andijondagi mashhur avtozavodga Fransiyaning taniqli Peugeot konsernidan investorlar tashrif buyurishdi. Yig'ishtir. Ha, tez tozalagin. Tezlashtir. Xo'jay. Nima ish joyida emasdan nima ish boshlanmadi? Ana magnitofonchi yo'q. Magnitofon kelmagan bo'lsa ham yig'oringlar. Magnitofonsiz. Ha, normalniy. Xo'p, senchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Biz ham Peugeot kompaniyasidan keldik. Bizga juda ham yoqdi bu urf-odatinglar. Hamma toza, ozoda. Biz kelishimizga hamma yon chiroyli qilib qo'yibsizlar. Yo'q. Yaqindagina test drive o'tkazdik, o'shani tozalayapti bu. Test drive bu haligani mashina kelib devorga urib bardoshliligini sinashdi, ha? Aslida shunaqa. Prosta devorgacha yetib bormadik. Nima bo'ldi? Mashina zavod qildik, parcha-parcha ketib qoldi mashina. Biz bilishimiz kerak, aynan qaysi marka o'sha? Hozir. Tra degan joyi qolibdi. Gentra bo'lsa kerak. Yoz, Gentra. Balki Tracker bo'lishi ham. Tracker yozgan. Trailblazer deganlar ham bor. Trailblazer yoz. Travers bor. Stop, to'xtang, bittasida. Hammasi parchalanib keturadi. Bu qaysi biri aniq ayting? GMda ishlab chiqarilgan-ku, bo'ldi, tamom. GM hammasi yoz. Masalan, kelishinglarni bilib, 2025-yil ishlab chiqarishni ko'zda tutilgan yangi modelimizni ochilish marosimini tayyorlab qo'yganman. Albatta. Xush kelibsizlar. Demak, Onyx 6. Aylanib ham o'rgilib ham ko'raverasizlar. Marhamat. Haqiqiy qo'l mehnati. Onyx 6 deysizmi? Albatta. Qolgani qani buni? Qolganini Sergeli mashina bozoriga berib qo'yganmiz. O'shadan spokon yig'ib olsa bo'ladi. Shunisini ham o'sha yig'ib olsa bo'lardi-ku. Tushunamisiz? Axir bizda xavfsizlik birinchi o'rinda. Masalan, ikkita mashina bir-biriga urilib ketganda, shofir birinchi tushib nima deydi? Bakovoy nima chiqazgan? O'shanga chiqazganmiz. To'g'ri. Joyida Bakovoy. Biz ham tajriba almashish maqsadida keldik. Bizda ham Peugeot kompaniyasi agar yangi mashina chiqsa, unga qizil lent o'rab, birinchi bo'lib ota-onasiga ko'rsatiladi. Bizda ko'rsatadi. Kimga? Ustaga. Primoy bor, ustiga 4 ta balan almashtiradi, chexol taqadi, polik taqadi, bar qo'yadi, mejigar taqadi. Keyin onasiga ko'rsatadi. Onasini ko'rib o'ladi o'sha yerda o'zi. Yangi mashinaga ham shu rasm qiladimi? Qarang. Onasini ko'radi. Sizlar bilan tajriba almashish boshlangan ekan, shu sababli zavodimiz shu yillar davomida erishgan barcha yutuqlarni sizlarga prezentatsiya qilib beradilar. Marketologimiz Mo'minjon, marhamat. Zo'r bo'lar. Shunday ekranga qarang. Bu prezentatsiya. Savdo hajmini o'sib borishimi? Albatta, bu GM zavodining ulushi. Ana qizil strelka nima? Bu bizning konkurentlarimiz. Bizda ham konkurentlar bor. Qiziq, soatga o'xshaydimi? Soat emasmi bu? Qanaqa soat? Bizning konkurentlarimiz soat sayin o'sib boradi. Tushunasizmi? Mana misol uchun hozir 12 bu. Soatku bu. Keyingi slayd. Mana marhamat. Bo'ldi. Mana mashi savdo hajmini o'sha suratlar mana mashi. Yo'q. Bu qarg'ishlarning o'sib borishi. Qo'l 23-yilga ancha katta ko'rsatkich. Niyat yaxshi. Demak, keyingi slayd. Demak, bu yil 260 ming xaridor sizlarni tanlagan. 260 mingta xaridorni tanlash imkoniyati yo'q. Vibr yo'q. Bilasizmi, juda ko'p qilagasizlar lekin. Yutuqlar bormi, yutuqlar? Mana masalan, yutuqlarimizdan biri 2019-yil yilning eng yaxshi zavodi nominatsiyasini qo'lga kiritganmiz biz. Qoyil. Rahmat. Yilning eng yaxshi zavodi, qoyil. 2021-yil yilning eng yaxshi dizayn nominatsiyasini qo'lga kiritganmiz.
eng yaxshi dizayn. Savol shu o'rinda. Aynan qaysi dizayn uchun? Men qarang. Lasetti bo'lardi, Faras katta. O'shani qisib turib jentra qilib qo'yganmiz. Qisib qo'ysak ham grammi topamiz. Va 22-yil, 2022-yil yilning eng yaxshi nominatsiyasini olganmiz. Nima? Nominatsiya. Yozib qo'y. Eng yaxshi nominatsiyasi. Ma'nosi ham bo'lsa kerak. Bilmadim. Bular chalg'ityapti bizani. 2020-yil ishlasa yo'q. Demak ishlamagansiz-la u yilda. Men sizlarni e'tiboringizga sinab ko'rdim. Между прочим, 2020-yil nima bo'lgan? Karantin bo'lgan. To'g'ri. Miyami pandemiyami? Pandemiya. Ana o'sha yili biz bu tadbirni to'xtatganmiz va maska chiqarganmiz. Yilning eng yaxshi maska zavodi. Qoyil. Tirikchilik. Jim zavodi maska chiqarsa-ya, Anqara. Lekin shuncha yutuqimiz bo'lsa ham xalq bizdan norozi. Rozi qilinglar. Rozi qila olmaymiz-da. Chunki bu yutuqlar bizaniki. Xalqchi. Ularda vibr yo'q. Mayli, men bora qolay. Bu yigit yoqdi. Yosh bo'lsa ham juda ham xushchaqchaq ekan. Meni xushchaqchaqligimni yosh bolalarga yoymang. Между прочим, zavodimiz 1996-yil tug'ilgan. Понятка 2008. Cho! Xo'jayin. Qalay market olganmiz? Sal turing. Xo'jayin. Ha. 3 oy qishda ishlamagan pechka endi ishlayapti. Ana muammoga yechim topilib yozib qo'yinglar. Endi ishlayapti. Nima yechib qolding unda? Endi o'chmayapti. Ko'chada 42 gradus issiq. Nima qilarkan? Qani ko'ring. Marketing vihod. JMdan yangilik. Saunali avtomobillar. Oppo. Kallangizga. Xalq ham shunaqa deyapti o'zi. Raslar bilan kelishamiz, ana endi test drive o'tkazamiz. O'zimiz shaxsiy avtomobilimda, marhamat, ko'zdan kechirishinglar mumkin. Mers monitor, Mers chexol, Mers rul. O'zi Mers bu. Mers haydayman. Kalla joydam Jim zavodidan rahbar bo'lib turib, o'zi ishlab chiqargan mashinada test drive qilmaymizmi? Muammo ham shunda deb, men rahbarman. O'zimiz nima ishlab chiqarayotganimizni prekrasno bilaman. Jonim aziz menga aytganini qilsangiz-chi, yuring. Tolibi ilm ustozi Miri Komildan so'radi. Ustoz, yangi O'zbekiston bilan eski O'zbekistonning farqi nimada? Ustoz javob berdi. Shogird. Ustoz bu savolni eshitmadi deb hisoblaydi. Hammamiz birdek yaxshi ko'radigan, lug'atimizdagi eng chiroyli so'zlar bilan qarg'aydigan, mashinasi chiqishini 9 oylab kutadigan, mani mashinam nima kamchilik bilan chiqarkin deb intizor bo'ladigan avtozavod rahbari farzandlik bo'libdi. Tug'ruqxonada katta bayram, ammo tabriklaymiz, papasha tabriklaymiz. O'g'illi bo'ldingiz. Rahmat. O'g'il muborak bo'lsin. Papasha, Rahmat. o'g'il muborak Katta bo'lsin. rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu o'g'il dedingiz, nimachasi qani buni? Jentrani maytafonchasi qani? televizorda biror hokim yoki amaldor nutq so'zlayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, ortida bir necha kishi qo'lida bloknot bilan turgan bo'ladi va mana shu bloknotga allanimalarni yozayotgan bo'ladi. Ana shu vaqtda hokim yordamchilari daftarga aslida nimalar yozishadi? Tak, yaxshi. Mana bu tuproqni nimaga yashilga bo'yab qo'yishdi? Yashil makon dasturi uchun bo'lsa kerak. Tak, bu yoqda ko'pchilik nima qilyapti? Bu yoqdachi? Hop. Stop. Bu yoqqa kellaring. Hey! Sen kelmaysanmi? Borib kelasizlar hozir. Bu yoqqa. Nima bor ekan o'zi? Yaxshi narsa bor ekan? Nima bor ekan? Tak. Hozir Mahmudga shundoq kirib, endi shu yerda yolg'iz qo'ysalaring bo'lardi.
Yozur deganingizga. Yo'q, shart emas, yozadigan narsa kerak emas. Negadir chaqib qilib. Buncha emas. Ha, aytgancha. Sallamani orqamdan shu narsani yozib yuribsanlarmi? A? Yo'q. Shu narsani yozibsanlarmi? Yo'q. Ha, meni tekshiraman bu yoqqa. Nosir, bu san daftaringmi? Ha? Yozgan narsalaring. Xo'p, bo'ladi? Xo'p bo'ladi. Bajaramiz? Bajaramiz. Albatta. Albatta. Men shuncha gap gapirdim, sen faqat shuni yoz deymi? Albatta. Aytgan ishlarimni qildingmi? Bajaramiz. Agar qilmasang yirtaman. Xo'p bo'ladi. Yo'qol. Xo'p bo'ladi, albatta bajaramiz. Ibrohimov, sani daftaring qani? Mani daftarim uyda qolib ketibdi. Endi nima qilasan? Marfdan ko'chirib olmoqchi edim. Tur yo'qol. Musayib qani bering, siz nima yozdingiz? Tak. A S A H F. Nima degani bu? Endi tez gapirasiz, o'shanga boshqa harflarni olib qisqartirib yozib qo'ydim. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. YMD. Yashil makon dasturi. P D Q K O B. O'sha kuni kayfiyatingiz yo'q edi, bizani so'kudingizda o'shanda. Yomon so'kudingizlar. Yo'q. P D K Q. Odam bo'lmaysanlar dedingiz. Aha, tushunarli. O S. Onadan so'kdimmi? Yo'q, bu yerda chiroyli gap. Obodonlashtirish, suvlashtirish, daraxtzorlashtirish. Menga PX. Voy, yana haqorat qildingizmi? Yo'q, poraxo'rlikdan himoyalanish kerak deyapman. Unda SXX. Nima degani u? Salomat bo'ling, hurmatli hokim. Tushunarli. Qani, Fayziyev. Ya, siz rassommisiz? Go'zal shaharni chizibsiz. Ajoyib shahar. Bu siz o'ylayotgan shahar. Dahshat. Odamlarni chizmabsiz-a? Siz odamlarni o'ylamayapsiz-da? Shunga chizib o'tirmadim. Zato shaharni o'ylayapsiz. Shahar. Muhimi shahar. Muhimi shahar. Odamlar o'zi kunni o'zi ko'rib ketaveradi-yu. To'g'rimi? Yaxshi. Tak. Bu yerda nima varro yirtilgan? Ha, o'tgan safar tumanda so'zga chiqdingiz-ku. Shunaqa gapirasiz, qars. Shunaqa gapirasiz, qars. Hokim buvam gap yetib qo'ydilar dedim-da, men ham varoni yetib qo'ydim. Yaxshi. Mamutda nima qop-qora varro bu? Ha, bu o'tgan maylisda gapirdingiz-ku. Tonirovka hal bo'lmagan muammo. Buni yurtib tashlang. Nimaga? Bo'lmaydi. Tonirovka bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana. Qanaqasi? Bola mashinaning ichida yurganda tashqarini rang-barang ko'ra olmaydi, oq-qora ko'radi. Keyin oq-qora bilan katta bo'ladi. Keyin televideniyega boradi, achki taqib olib xolagan gapini gapirishi mumkin. O'shaning uchun kerak emas, shundaylarmi? Bo'ldi. Sizni va shepla bo'lmayapti. Nima qilyapmanmi? O'zim ham chizayotgan rasmlaringiz qaysi birini chizasiz bu rasmlarni? Endi bo'sh vaqtlardan unumli foydalanaylik deyman-da. Sizlarni hali bo'sh vaqtinglar bormi? Ha? Qaysi payt bo'shsizlar? Orqangizda yurganda biz bo'shmiz. Постоянный bo'shmiz. Bo'shsanlar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar har bir haydovchiga qonun doirasida chora ko'rishga o'ziga o'zi so'z bergan yo'l patrul xizmat xodimi o'zi sezmagan holda eng xavfli va nozik haydovchini, xotinini to'xtatib qo'ydi. Hey, ula. Oynani oching, hurmatli haydovchi. Oyna. Dvornik ko'chiring, dvornikka. Oynani deyman, oynani. Bagajni yop, esar. Oynani. Bezabakka oching-da. Assalomu alaykum dadasi. Hech qanaqa dadasi yo'q. Kapitan Fayziyev. Siz Qizilda o'tib kelyapsiz. Peshxodga yo'l bermadingiz. Undan tashqari remen ham taqmagansiz. Shtrafnoyga tiqaman. Shtrafnoyga? Ha. Dadasi, siz choyxonadan ichib kelgan paytingizda remen u yoqda tursin. Remensiz kelgan paytingizda ham shtrafga tiqmaganman. Ha. Vannaga tiqqanman. Yozaman deyapmanmi, yozaman. Dadasi, agar yozmasangiz, kiyimlaringizni toza qilib yuvib beraman. Iltimos, siz yuvmayman kiyimimni, iltimos. Nega? O'tgan safar yuvganingizdan keyin bitta ildizchasi tushib qolibdi. 3 oydan beri leytenant bo'lib yuribman. O'zim ham mayor edim. Kiyimlaringizni hammasini olib kir mashinaga tiquvdim-da. Meni karyeramni ham tiqib yuboribsiz-da, billa. Dadasi. Yozaman dedimmi, yozaman. Men o'zim muammoyimni o'zim hal qila olmayman. Hal qiling qani. Kelishamiz. Ya, siz bilanmi? Qani harakat qilingchi? Qancha? $1000. $1000? Qalin pulimga ham uncha pul bermagansiz? Endi o'sha vaqt $50 hammasi deydi. Nima? Shunaqami? Yozing, kapitan Fayziyev. Qizildan o'tib kelyapman. Peshxodga yo'l bermadim. Remen taqmaganman. Hamma aybimni o'z bo'ynimga olaman. Yozing, baribir erim to'laydi. Nima? Eringizga jabr bo'lib ketmasin, bittasini yozamiz. Yo'q, siz erimni o'ylamang. Erimni kunlik tushumi bor. O'sha kunlik tushumi o'xshamasdan
qaysidir chorrahada xunob bo'lib o'tirgandir deyman-da. Bo'lmasa yozmang. Yozaman. Odam bo'lmaysan bo'lmasa yozaman. Yo sen tarbiyalanishing kerak emas. Yozaman. Dadasi. Wana 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 ameli wana 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 ulfidi. Xotin, Ha? sen remen taqma. Nima qilay? O'sha remenga o'zingga oz bundan keyin. Konsertimiz davom etadi azizlar va endi sport mavzusiga chuqurroq murojaat etish arafasida turibmiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini tanqid qila jahon chempionatiga nihoyat yaqinlashtirib qo'yganimiz bugun hech kimga sir emas. Biz odatda sportchilar haqida yoki san'atkorlar haqida so'z yuritganda yurtimizning chekka qishloqlarida mana shunday bir talantlar, iste'dodlar borki, ular yuzaga chiqa olishmayapti degan gaplarni tez-tez qaytarishga odatlanib qolganmiz. Xo'sh, vaziyat aslida shundaymi? Mana shu sahnaning o'zida futbol o'ynashga tayyor jamoa allaqachon e'tiboringiz markazida ko'rinish berishga taraddud ko'rmoqda va ularni ham iliq qarshi olishingizdan umidvormiz. Million oilasi a'zolari, siz kutgan Kosmos jamoasi! Kellar. Chiroyli tur. Chiroyli. Xullas, rus tili o'qituvchilaringiz yo'q, shuning uchun darsni men o'taman. Futbol o'ynaymiz, almashtirib formangni. Davay. Davay. Men qara, varataqa, formangni davay. Shtanga yo'q-ku, direktorimiz shtangani pulni bermagan. Shtanga ham pulni ishtonga tiqqan bo'lsa kerak-da. Kuchuk, Bolalar, men shimda o'ynay. Nimaga? Kiyish esimdan chiqib qopti. Xatiyab ana unda o'yna. U ham esimdan chiqib qopti-da. Buni qara, ustiga Real'ning formasini kiygan, ayoqqa Chelsea'ning formasini kiygan, Barsaning formasini nima kiymading? Kiyganman, ko'rinmaydi. Mana xatiyabing bor ekan-ku. Qara. Ronaldonikidek qildirdim, o'xshabdimi? Ronaldonikiga zo'r o'xshabdi, soching uchun o'xshamabdi-da. Xullas, Sardor hujumda o'ynaydi, Sevdi varataga o'tiradi. Tamam. Sevdi hujumda o'ynaydi, Sardor varataga turadi. Sevdi qanday hujumda o'ynaydi? Semizligini. Mana. Do'ppi buniki. Do'ppisi bo'lsa ham Sardor hujumda o'ynaydi. Tamam. Hozir do'ppini uyga olib ketaman, ko'raman hujumda nima o'ynaydi bu. Mayli, adashib kelinglar. Adashib komandaga ajrataman. Ha, adashib. Qara, sen Husanov bo'lasan, men Fayzullayev bo'laman. Husanovmi, Fayzullayevmi? Shomurodovni ham qo'shinglar. Qo'shamiz. Da qo'shamiz men. Husanovmi, Fayzullayevmi, Shomurodovmi? Fayzullayev. Shomurodovni nimaga qo'shdingiz? Shu bola o'ynab, bilsa bilmasa Lubojiy qo'shibdilar-da shuni. Sizlar adash kelinglar. Biza qara. Davay, sen Munojat Yo'lchiyeva bo'lasan. Men Zarin Nizomiddinova bo'laman. Yo, Munojat Yo'lchiyeva sen bo'lasan, bo'ptimi? Meni qomatim Zarinaga tortadi-da. Qaga tortsa ham boshqa variant. Boshqa Munisa Rizayeva bo'lasan. Men Luiza Rasulova bo'laman. Zo'rmi? Yurishini o'xshat. Munisami, Luizami? Ha, buni bu yo'g'i chiqqan Munisa, uni u yo'g'i chiqqan Luiza. Luiza. Men Munisa edim. Mayli, o'zim ajrataman. Sizlar u yoqqa. Sizlar bu yoqqa. Sardorlar kelsin, Sardorlar. Xo'p. Bu kim? Sardor? Sen kim? Komanda kapitan? Sen bor. Davay, Dondozdiki o'ynanglar. Don Ziki, men yutdim. Ikkalang ham qaychi qilyapsan? Meniki qo'y qaychi. Tanga tashlaymiz, tanga. Menga pul tarapi. Tangachi. Yer taraf. Ketdik. Voy, qiyra ketdi. Bitta oyog'ing ketarkan. Qiyra ketdi. Oyog'ingiz ketaringan opajon? Yaxshi tangani qidiraylik. Bera yo'q ekan. Davay boshlaymiz. Tun yarmidan oqqanda ayrim bir futbolchilarimiz mol boqqanda yaxshi edi futbol o'ynagandan ko'ra.
Assalomu alaykum. Makkapoya Bernabeu stadionimizga xush kelibsizlar. Bugun ikkita qishloq bir-birini go'shtini yedi. Demak, boshladi. Ona! Yiqildingmi? Ha, to'g'ri yo'lda yura olmay o'ylamay senga necha marta aytaman, odam bo'lmaysan. Sen kir qilasan, men yuvaman, kir qilasan, men yuvaman, kir qilasan, men yuvaman, kir qilasan, men yuvaman. Ye, onangni. Ko'zi yaxshi ko'radimi, nima meni uryapti? Chiqib keting, chiqib keting bu yerdan. Nima qilyapsiz bu yerdan? Chiqib keting. O'yna. Out. Kallaga. Ruka. Ruka nima? Ruka. Ko'rdingmi? Qanaqa ruka? O'zi men kalla qo'ysam shunaqa chalpillaydi. Var, ko'ring. Ruka bo'ldimi, yo'qmi? Hozir ruka bo'lsa nima bo'ladi? Sizlarga penalti tepadi. Men do'ppiga olib ketsam-chi? Baribir tepadi. Men ko'raman. Ruka Sudya! Shahboz, nimaga faqat sudya deyapsiz, u yog'ini aytmayapsiz? U yog'ini aytmasang ham odamlar aytayapti deb eshitadi. Mayin esar shabboda, lablaring murabboda, chiroyingga nom botirib yeymanda, ko'zlaring ham shahloda. Voh, hey. Ava tijorat jo'ralar. Kesh bo'laveradi ya. Papay nosdan ot olyapti. Jinalan ko'rsin. Bunday mazza bu ey. Bu yosh o'tgandan keyin o'lasan ham turmay qol ekan ey. Hop. Qanday bo'ldi? To'g'risizlar? Ha. Bitta rasmga tushirib qo'yaman. Futbol o'ynayotganda turinglar. Bunaqa tadbir qishloqda keyin bo'ladimi, yo'qmi? Dokument kam? Ha, o'zim qildim deyman-da. Rayanga jo'natasizda? Ha, Rayanga jo'natamiz. Qanday o'zi? Zo'rmi? Zo'r. Kallang ne bu tuning qo'ygansan? Spoiler qo'ydirdim. Tuning ham toza moda bo'ldi, ha? Ha, oylik tushdi plastikka. Tez kreditga yech olmasam, borib yechib kelmasam, dabdalasini chiqara. Ha. Ko'rib kelay. Yandirdingda ko'zidaladan, yandirdingda ko'zidaladan. Tanaffus. Gaplash. Qaralaringga o'ynamasak bo'lmaydi. Yaxshichi sen varataga turasan. Sen himoyada o'ynaysan, men hujumda o'ynayman. Davay. Shahboz, o 3-dagini shuni ishimni yirtib yuboraman. Men xatiyabasini yirtib yuboraman. Agar yutqizursak do'ppini olib ketaman. Biz tayyormiz. O'yna. Qo'y. Gol! Si! Rahmat chiqib kelib olay. Golni nishonlayapti. Tanaffusda chiqmaysanmi? O'zim qara. Barmoqni tort. O'sha yutdik. Nima qilding? Azobladim. Azoblash xizmati 24 ga yetdi. Bizga ham ta'sir qilib qolmasan azoblashing, Mayin esar shabboda, lablaring murabboda. Mana shunday turdi. Eshak o'g'ri. Ana shuni tebaman, o'zingga kelmay ketasan, tushundingmi? Buni uchini ko'ryapsanmi? Moylangan turibdi ko'rasan, ha? Shunday orqangda olib tebaman bo'la. Eshak nima qilgan aytib beradi. Tushunding, ha? Ikkinchi marta o'g'irlik qilma. Buni bolalarga qo'shilib futbol o'yna, tinchgina shunaqa. Davay, tashlanglar buni. Qo'shay, pas beraman, qara, pas. Mana. To'pni o'g'irlab ketgan, azak beraman. Nima qilamiz? To'p yo'q. Ha, yorilgani bor, dam solish kerak, dam. Nasas bom? Dam sol. Qochgina, o'g'il bola ham shunaqa bo'ladimi? Men o'zim qilaman. O'zi qilayotgan qani? Bo'ldimi? Soling. Yorilib ketsin. Bu do'ppiga ham kimdir qaraydimi? Bo'lmadi bu, damso bo'lmayapti. Mayin esar shabboda, lablaring murabboda. Mendan 'chuv qochib qutulolmagan, tushundingmi?
O'yin qilasan, rasmga tushiraver buni bilan. Tez. Ha, o'g'rini ishladingizmi? Dokumentga. Qani? O, qalay chiqdi? Zo'r chiqdi. Menga telefon qildi. Tez. Mana. Ey, men nima deb sahran qilsan? Nima sahran qilsan qara? Zaynab. Men otim Zaynabmi? Zaynidan sig'madi-da. Qo'rqmayapsanmi sen? Alo. Tez quyon tezligida men telefonimni akib ber. Telefonni akib dedim. Telefon akib ber menda. Telefonim akib dedim, qaytarib hozir. Akamga aytib beraman, yinangga. Telefonim akib dedim, men senga. Agar militsiyaga aytib beraman. O'zingiz militsiyasiz, mana sportivka emas. Qo'rqityapman. Tezlashtir, akib ber telefonni. O'yna, davay. Ha, Shahboz, ha! Hop! Hop! Ona! Hay, itga tinim bor, menga tinim yo'q. Mana o shabax ko'z yana yiqilib o'tiribdi. Ha, odam bo'lmay o'la. Onangda. Onangda olmaysanmi? Chiqib keting. Qaqqa chiqaman. Qizil. Topa olmading. Rozoviy. Ay, oyog'im! Doktor chaqirish. Doktor. Men sevdim ayas, doktor, sevdi, yordam qil. Nima bo'ldi? Yiqildim, Jasur oyog'imga tefordi qonadi. Keyinchi? Hay, shuni shag'alga tushdimda oyog'im qonab ketdi, qonab yuribman-da. Bo'ldi, hozir qaytib chiqaman, davay. Mayli. Nima bo'ldi? G'aladon. Yiqilib tushdim deyapman. Bunga tabib kerak, surrochni. Tabibni qani topamiz? Mana. Ana o'zi tabib buni. Tabib Nurmagomedov. Avvalambor shifo mendan emas uka. Mana shu yermi? Yo'q. Mana bu yermi? Yo'q. Mana bu yermi? Hech shoshiraveryapsiz. Ey, qaysing barmoq qo'yib bording mana bu yerga? Tam, bo'lmaydi bu zamina qilish kerak bu surashni. To'xta. Sizlarga surpriz aqlim bunday tursin singilcha. Surpriz. Laneksa xonim. Kim u? Futbolda ko'rmaganmisan? Yo'q. Bir stadion odamni shunday futbolkasini yechib baqir-chaqir qildirib bergan. Sizlarga surpriz $500 berganman, hozir futbolkasini shunday yechib baqir-chaqir qildiradi. Qani, joylashaylik. Ay, bekar $1000 bermabman-da. Nimaga? O'zi ikkita futbolkasi bor ekan. Agar $500 bersa, men Ronaldoni ham yechadi, Realda ham. $500 ga Real yechilmaydi. Barsaga o'xshab. E'tibor bergan bo'lsang, Barsani tagidan chiqdi Real. Mana ko'p bitta rasmga tushirib ber. Dokumentkam? Yo'q, dokumentalisi uyda. Mana. Men bitta ko'rib chiqay. Tushunmadim. Ishini ko'rib chiqay deyapman. Davay, o'ynaymiz. Davay. Menga qara. Sen palakat emasmisan? To'pga o'ynayapmanmi? Oyoqqa o'ynayapsan. Qizil, chiq ket. Ha. Ha. Mana qara, bu qizil chiqib ketdi, nima o'chib ketdi? Aytmaymiz, kichkina bu, yosh hali, aytmaymiz. Düppini olib ketaman, olib kelib. Aytaman. Ayt.
Xatiyamiz qizil ekan. Ey, qanaqa futbol bu? Qanaqa futbolistlar? Ey, bu ham futbolni faqat yutqazasizlar. G'ilaymisan? O'ynayapmiz. Bolalar terlayapti, harakat qilyapti, tushundingmi? Muxlisga baqirmasan. Nima haqqing bor muxlisga baqirishga, ha? Sizlarni ko'raman deb kelyapti muxlis. Ha? Sizlar nima qilarsiz? Ay! Sana og'zing yirtar ekan. Kim? Men! Har doim million va million muxlislarga munosib bo'lishga harakat qiladigan jamoa. Kosmos jamoasi!